ko'pchilikka shunaqa yeng qiziq 2 qavatli. Buni 2 qavatli bo'lishi uchun haligi ko'pchilik rezinkasi orqasida bilinmasin deydi. Buni bunaqa tikiladi. Mana tikilishi juda ko'rinadi, badanga ham tegmaydi. Buni qanday tikiladi? Hozir sizlarga shu narsani ko'rsataman. Bu material mana yeng varoqni mana o'ngi holatiga moslab bunaqasiga qo'yib olinadi. Qo'yib olib, rezinkani o'zimizga o'lchab kesganmiz. Buni mana bu tikilgan chokidan tikib ketamiz. Yoqilib orasiga tikib oldik. Endi buni shifonini birlashtirib tikib olamiz. Rezinkani nazarda tikamiz. Bu tomonini ham tikamiz. Endi shuni ikkala tomonini ham varog'ini tenglashtirgan holda, tekislagan holda bostirib chiqaramiz. Mana shunda rezinkamiz orada qolib ketdi. U yoq tomondan ham, bu yoq tomondan ham ko'ringani yo'q, teskarisidan ham ishimiz sifatli, chiroyli chiqadi. Video